Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Men o'zimni-o'zim premyerga chiqib gapirmadim, o'zimni-o'zim. Birinchi qirg'izistonliklar degan uchun keyin gapirdim. Siz birinchi o'rinda bularni gapirib turib, keyin meni gapirsangiz bo'ladi. Lekin siz hozir sen o'zingni-o'zing gapirding deyolmaysizlar-da. Sizlar birinchi qildinglar qirg'izistonliklar, keyin men gapirdim. Bo'ldi, men gapirgan bo'lsam, bizni qabul qildim. Lekin bunaqa videoda aka, bunaqa ko'p narsa so'kinib gapirmay unaqa. Til hammada bor. Jahl kelganda aql ketadi. Просто endi aka men sizni endi hozir aytyapsizki, Nursulton, давай, как? O'zbekistonga keling. Ovqat, choy-poy, mehmon men ham qilaman. Нурсултан, давай, как бабу не будем ругаться, как мужчины решим вопрос. Erkek chechaylik. Sen men Erkakcha vizit qabul qildim men. Все, вызов qabul qil, video jibir. Biz qolgan вопросы chechaymiz. Сөйлештикпи? Давай, so'ylashdik. Давай, assalomu alaykum. Va alaykum. Assalomu alaykum hammaga, Qirg'izistonga ham assalomu alaykum. Bu video обращение 18-kun avgust kuni Web Pro Fight turnirida bo'lgan talpaga, ishkalda bo'lgan holatlarga tegishli. Birinchidan, sudya bayrog'imizni irg'itib yuryapti, so'kinyapti, o'zicha itaryapti. Nima haqqi bor biz bayrog'imizni irg'itib yorishga yo gapirishga, so'kinishga nima haqqi bor? Bitta o'zimga 1000 kishi talpaga kelyapti, uramiz deb, boshqa qilamiz deb. Nima haqqi bor bu mehmon bunaqa qilishga? Keyin millatni yomoni bo'lmaydi. Odamni yomoni bo'ladi deyapsizlar. Xo'p, bitta bo'lsa gapirsam bo'ladi, ikkita bo'lsa gapirsam bo'ladi. 1000 kishining qaysi birini gapiray? Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga tegishli. Qorasuvdagi qirg'izistonliklarga, ashi bo'yda bo'lganlarga, ash kungi bo'yda bo'lganlarga tegishlik. Bu video обращение. Kecha premyerda yozganimni o'zlaringizga kerakli joyini qirqib olgansizlar, qolgan joyini o'chirib olgansizlar. Qorasuv deb gapirganman, bo'yda bo'lganlar deb gapirganman ash kuni ham. Sizlar Qirg'iziston deb yozgan joyini gapirib menga jo'natyapsizlar. Har xil kommentariyalar, SMSlar yozyapsizlar. Bunaqa narsalar yozmanglar, bilib, konkret hamma yo'g'ini bilib keyin yozinglar. Birinchidan, bayroq irg'itishga haqqi yo'q. Ikkinchidan, urushga, talpaga haqqi yo'q. Uchinchidan, Qirg'izistonda poni aka-ukalar, sportsmen o'rtoqlar, oshno-g'aynalar hammasi bor. Men ular bilan yaxshiman, zo'rman. Men ularni gapirganim yo'q. Qirg'iziston aholisini poni gapirganim yo'q. Qorasuvda bo'yda bo'lganlarni gapiryapman. Yana qaytaraman. Qorasuvda bo'yda bo'lgan, ishkalda bo'lgan gaplarga gapiryapman, bo'lgan joyga gapiryapman. Bu gaplarda egalari ashilar bo'ladi. Butun Qirg'iziston ahli bo'lmaydi. Meni tushunib, bilib bilmasdan yozmanglar unaqa kommentariya. Shu keyin yana nima? Hammaga assalomu alaykum. Rahmat katta. Sog' bo'linglar.